Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Жылқы сүйүүчүлөр, чабандастар, калбандар, агалар. Бүгүн число 28 сентябрь 2025 жыл Ноокат жылқы базарындабыз. Туғандар, бирден лайктардан басыңыздар, бизге катталып, жакшы ой пикир калтырып, достор менен бөлүшүп дегендей. Буйруса, чоң аттарды, тайларды, кулундарды, байтал бейлерди аллаштырып тартып чыгарабыз. Бизге катталып, бисмилла деп буйруса, бизге ийгиликти каалап коюңдар. Assalamu alaikum. Yaş qanday ekan bu? 5 yaş. Bosh qancha ekan bu? Ha, bironku ekan. Qancha deydi, aytmadi u? Yo'q. Bironku deydi. Do'stim, qancha ekan bu? Ha. Ha, bunlar bironku. Ne farqli bironku? Bu yaş qanday ekan do'stim? Altası? Ha, ekası. Basıçı? 250 bin. Bu ne öneri var? Kulak. Kulak iyi mi ha? Kayak natı kim bu? Numara kaldırağız mı? Haydi verin. 175, 64, 94, 94. Pazar soda kıldı bugün. Kaça verdi? 220 bin. Assalamu alaikum. Yaş qanday ekan? Yaşı Qunan deydi. Bahsi çeka? Kaça? 260 bin. Qayoqda ekan bu? Qarasuv. Nomer qoldiramiz mı? Yo'q. Bo'ldi. Bozor qancha savdo qildi aka? Arqilab, bo'ldi. Savdamiz bersan aka. Assalomu alaykum. Bu yaş qanday ekan? 5 yashar. Bahsichi? 250 bin. Qayoqda natı ekan? Aravan. Nomer qoldiraylik. 63, 99. Bozor qancha savdo qildi? 150 bin. 150 bin savdo qildi. Savdamiz bersak ha? Cep qancha ekan bu? Birovniki? Bugün hiç alamam birovniki deydi. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bu qancha ekan aka bahsi? 300 bin. Yaş qanday bu? Жаңасы 300 mingga жаңасы ekan. Qayoqdan oldi ekan? To'los. To'los. Nomer qoldirasiz aka? 70 bin. 26 66 86. Bozor qancha savdo bo'ldi aka? Qiziq so'ramadan bu. Qiziq so'rayapti aka. Savdamiz bersan aka. Bu qancha ekan? 170 bin. Yaş qanday bu? 4 yaş be. Qayoqdan atı bu? Qashqaldan. Savdo qancha berdi bozor? Bilmaysiz ha? Aha. Akamiz deydi. Bozor tarqab qolgan. Mezgili. Illatlar azayıp qolib tur. O'shanday bo'lsa da biraz chiqarib qo'yaylik, qisqacha qilib. Tay alındı aka, qancha oldu? Ha, qancha oldu? 97.
97'lik tay. 87 dedi. Kaç ne oldu? Şimdi aldın al dedi. Bağ oldu. İşte kaçın bağ oldu. Tay bağ oldu. Vay gece degen. Aldın mı oldu? Nasıl oluyor? Yok. Kaçakan aka? 130 kenar. 130 bin. Bunun yaş qanday qoldi? Kaltaraşka. Qaltarashka, ha? Qancha savdo oldi bu bozor berdi? 110 bin kilo. 110 ming. Azovoja mingi oldi bu. Ya bolam menga qilib qo'ydik shuni. Üretib qoldi bunda. Ha, yo'q. Yo'q deydi. Yetdi. Tay qancha ekan? 150. 150. Bu yaş qanday qoldi? Kaltaraş. Qaltarashka. Savdo oldi qancha berdi bozor? 110. 110 ming, ha? Ciyinler üzünüge nokta sal koysun. Unda bu Lazov, ha? Ha, Ke- menga emas. Ming emas, ha? Nomer qoldiraylik. WhatsApp nomer. +7985 841 21. Qayoqdan emas tay? Rossiya. Tay, Rossiya, ha? Hozir shu yerda yurgan Noqatdali. Qarataşdan. Qaratash, ha? Sodan bersin aka. Cha olindi bu. Qancha oldi aka? 160. Yaş qanday ekan? Kaltaraşka. Qaltarashka. Bunda Rossiya o'xshaydi bular. Rossiyada. Rossiya ekan, 160 mingga olibdir, 1,5 yaş ekan. Azov uja mingi ekan. Azov, ha? Boyu biroq yaxshi ekan, ha? Boyu uzun ekan. 65 var ekan, ha? Yaxshi. O. Uja hem 80 üretör süre ekan, ha? Şu dağı azmaz var, ha? Yaxshi aka. Nasip qilsin, qut bo'lsin aka. Erkek tay ekan bu. Aa, qancha ekan bu? 90 bin kemi var. 90 ming. Hozir qancha ber? Savdo bo'ldimi? 84 verdi. 84 ming. Savdoni bersin, va? Dağ erkek tay. Tay qancha ekan pulun? 100 kemi var. 100 kem var. Bir yaş bo'ldi bo'ldek bu. 1,5. 1,5. Hozir qancha so'z? Baykachi degan. 81 berdi bu. 81. Savdoni bersin aka. 1,5 yaşda. Bo'ldi, aytaveringizlar. Yet, da nimaga 78 Aha. 65 96 80. Savdoni bersin aka. Yaxshi. Qancha ekan? 90 kem var. Erkek. 90 ming kemi var. Qancha suradi? Savdo oldi ular? Yok. 79 ming. 79 ming. Yaxshi. Kimden ekan bular? Bizden. Sen qanchadan bular? 80 70'den. 80-70. Erkegi 80, qurg'achisi 70. Nomerini qoldiraylikmi? Yo'q. Bo'ldi, savdoni bersin aka. Bo'ldi. Qancha suradi bozor bo'g'ildimi? Suraylik, ha. Savdoni bersin aka. Mana tug'anda o'zingizda tag'iringizlar shu buyursa. Mana o'shintib buyursa videomizni jiyintiqdaymiz. Alloh razı olsun baringizlardan. Ancha-muncha kamchilik bo'lsa, to'g'ri shuni sir degan yaxshi o'ydamiz.